Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mirzo Ulug'bek tumani Nikichina mahallasida 5,5 sotuvga yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimizda sotuvga chiqyapti. Jiloy maydoni 600 kvadrat metr, binomiz 3 qavatli. Fasadlarni qaranglar, odam ko'ziga yoqadigan stilda remont qilib bitkazilgan. Ko'cha qismimizda darchalar ekib qo'yilgan, agrarjoniy zona bor. Ko'chada bitta mashina qo'yishinglar uchun joylar qoldirib ketilgan. Sifatli darvozalar qo'yilgan. Eshikdan kirishimiz bilan navesli joy, 3 ta katta mashina bemalol sig'adi navesimizdan tagiga. Chap qo'limizda xonadonimizga kiradigan основной xod. To'g'rida yozgi oshxonamiz joylashgan va kattagina zilonная zona. Uyimizning orqa tomonining fasadlari odam ko'ziga yoqadigan stilda remont qilib bitkazilgan, ko'rishingiz mumkin. O'rtada besetka bor, yozda maza qilib o'tirishingiz uchun va kattagina spa zona. Spa zonaga kirishimiz bilan basen kutib oladi. Bu yoq tomonda stol qo'yib maza qilib o'tirishingiz uchun joylar qoldirilgan, kladovka, sanuzel. Bu yoq tomonga keladigan bo'lsak, dushimiz bor, bochkalari bilan. Bu yoqda turetskiy hammam va finskiy sauna. Maza qilib yashash uchun hamma sharoit qilingan va spa zona отдельный binoda joylashgani juda ham ma'qul bo'lgan. Uyimizni qaranglar, panoramni oynadan vidini juda ham chiroyli. Sizlarga hozir ketma-ket ichki qismlarini ko'rsatib o'taman. Yana bitta plus tomoni planirovkani bu yoq tomondan zalga kirish uchun отдельный eshik qoldirilgan. Mehmonlar bo'ladigan bo'lsa, основной uydan olib kirmaysizlar, отдельный olib kirsanglar bo'ladi. Yozda o'tirish uchun besetkalar ham qoldirilgan. Uyimizda 6 ta xona, hol, binomiz 3 qavatli, podvalda splashnoy qilingan. Kirishimiz bilan shunaqa 5 komnatli hol kutib oladi. Chap qo'limizda garderob, namoxonlargacha ham qo'yilgan. Oynalar qoldirilgan. Birinchi xonamiz oshxona. Akkuratni bo'lib bitgan, odam ko'zini charchatmaydigan ranglardan foydalanilgan. Kattagina hol. Televizor qo'yib, bu yoq tomonga divanna zona qilib o'tirishingiz uchun juda ham zo'r variant lyustralar bilan. Bu yoq tomonda отдельный отсек, birinchi qavatga tegishli spalni va sanuzel joylashgan. Spalnimizning razmeri kattagina. Yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa ma'qul bo'ladi va o'rtada umumiy sanuzel joylashgan. Mehmonxonamizni ko'rsatib o'taman. Mehmonlar bo'ladigan bo'lsa, shu yerdan kutib olsanglar bo'ladi. Kattagina razmeri stol qo'yib yoki divanna zona qilib qo'ysanglar ma'qul bo'ladi. Отдельный o'zini eshigi bilan. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan shunaqa meshkomnatni koridor kutib oladi. Lyustralar ilingan, juda ham chiroyli, ko'rishingiz mumkin. Chap qo'lda birinchi xonamiz, master spalni, ichida sanuzel garderobi bilan. Razmeri keng qilingan xonamizni. Sanuzel jakuzzilari bilan. Garderob juda ham katta plusi, garderobdan balkonga chiqsa bo'ladi. Balkon bor, shu yerda havo aylantirgani juda ham yaxshi joy qoldirib ketilgan. Xonalar ko'p. Bitta katta oila yashashi uchun hamma sharoitlar qilingan. Yana bitta spalnimiz bor. Ichida sanuzel garderobi bilan. Garderob va sanuzel joylashgan. Dushuv kabinkalari bilan. Qo'shimcha ikkita xonamiz bor. O'rtada katta hol, divanna zona qilib o'tirish uchun joylar qoldirilgan. O'rtada umumiy sanuzel va ikkita bolalar yotoqxonasi. Bittasini qizlar uchun mo'ljallasanglar, ikkinchisi o'g'il bolalar uchun bo'ladi. O'rtada o'zini sanuzeli bilan.
sizlarga podval qismimizni ko'rsatib o'tamiz. Lesnitsadan podvalga tushishimiz bilan kattagina hol kutib oladi. Eshigimizning orqasida lesnitsa joylashgan, ko'chaga chiqib ketsa bo'ladi shunda. Bitta xonamiz bor bu tomonda. Chiroyli remont qilib qo'yilgan. Xohlasanglar zal, xohlasanglar garderob yoki bolalar o'ynashi uchun deska игровая площадка qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Uyimizning yuragi kotelnimiz joylashgan. Kotelni gрамотный qilingan. Inshaalloh sotib oladigan odamlar maza qilib yashashi uchun hamma kerakli qulayliklar qilingan. Bu yerda yana bitta xona. Холодный xonamizni polkalar qilib, kladovka qilib qo'ysanglar bo'ladi va kinoteatr uchun bitta xona, divanlar qo'yib olsanglar, bu yoqqa katta televizor, maza qilib dam olib o'tirasizlar. Uyimizning narxini katta qilib obloshkaga yozib qo'yaman, pastda nomerlar yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.